Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlarga 6 oydan beri bo'layotgan ishlarga ozgina bafurcha gapirib o'tib ketmoqchiman. Zarifa pediatr masalasida, o'rtoqlar, Zarifa pediatr masalasida men boshida noto'g'ri tushunganman. Bu to'g'risini aytish kerak. Keyin dokumentatsiya bo'yicha pediatr emas degan gaplar, akazatsa bu hammasi yolg'on ekan. Shuning uchun o'rtoqlar, internetda kim nima desa, voy mana bunaqa ekan, mana desa, ishonmanglar, iloji bo'lsa ikki tarafni eshitinglar har doim. Hech kimning gapiga quloq solmanglar, fitnalarga aralashib qolmanglar. Menga doktorlar, xodimlar buni tushuntirishdi, что mana bu yerda mana bunaqa bo'ladi, bu yerda mana bunaqa bo'ladi deb. Ya'ni bu hech qanaqa mana shu farzandlarimni, ya'ni nimadir bo'lganiga tasdig'ini topmadi. Shuning uchun men ularga omad tilamoqchiman, tabriklayman. Yomon gapirgan bo'lsam uzr so'rayman. Juda yaxshi vrach, yangi klinikalar ochibdilar, yangi xonalar qilibdilar, juda ham chiroyli ish faoliyatlarini yana boshlabdilar. Shuning uchun chiroyli yashaymiz, yaxshi yashaymiz. Zarifaga omad tilayman. Xudo xolisa yaxshi kunlarda uchrashish nasib qilsin. Zohid akam bilan, ya'ni turmush o'rtoqlari gaplashishda, kelishdik, to'g'ri tushunishdi. Ularning hech qanaqa bizga shaxsiy adovati yo'q, bizning ham hech qanaqa shaxsiy adovatimiz yo'q. Bu chin dildan o'rtoqlar. Men omad tilamoqchiman, ishiga baraka bersin iloyim. Ko'ngildagi xiralilarni olib tashlaylar. Hammasi joyida o'rtoqlar, hammasi. Bizning davlat xodimlari hech qachon aldamaydi, noto'g'ri qaror chiqarmaydi. Shuning uchun har xil bo'lar bo'lmas insonlarning gapiga quloq solmanglar. Menga o'xshab fitnalarga aralashib qolmanglar. Sizlarga omad tilayman.